odam Qashqardan qattiq zerikib bir sayohat qilib kelmaydimi deb taz Amerikaga ketib olsa, o'sha Latariya tatbiqga baqirab qotdi-da. 3 daraja mukofot, bir moto, 2 daraja mukofot, bir mashin deb turishib olishni berib tatbaqmayman deb shunday tatib ekan-da. Ha mana 1 daraja mukofot, men Qashqarga 2 minimiz keldi deb shunday 5 sanqib o'tiribdi-da tatbiqni. Hayal bir nimga o Qashqarga bir hafta sayohatga. Bir menko haqqız bir kelin bo'lib kiribdi-ki, qiynansiz voy qizim, bizning kelin bo'lib kirdingiz. Namoz o'qishlarni uqamsiz desa, do'ngizlarni uqmadi degich. Chaqa bir to'y ishlar o'ynab chiqdim, bu yaniki sizlar parangqid ekanda, bir yotoq o'rlashtirdi, yotoq o'rlashtiriblar kashqurlig'i. Hojatxona kirib chiqay deb shunda kirsam, meni qiz sizning jumak emaskanda, unda butuklab jumakdan shunda qo'llarni olpasam bir odam kelib, "Buvaga chosini yitib qo'lingizni torting-a" dedi. "Nima bo'ldi?" desam, "Maxsus kim to'laydi?" dedi. "Voy, unda so'zingizni hech birini." Sen qo'shni tushuntirib to'laydi. Qo'ydiganmiz endi mushu akalarimizniki bu chaqchaqdan ustoz deb bular bizga o'rgatmaydi, ammo shu gapi bizga haqiqatan bilimkanda, ish shu gap kallam kelib to'xta yurib ket deb shu xiyolidan boshqalar chaqchaq qilamiz. Bir maslahatchiga qashta berib shundaq zot ashta keltirib ketdim bir bol ko'zimga kirilib chaqchaqda, yana ham jutdan bo'ldi ekan bu bol shundaq zot keltirib ketdim. Bir orliqda bugun mashad ketkinan endi mening so'qish niyati yo'q-ku. Ketkinani bir ko'rib boqay deb shu mening oyog'im tashib etdi-da. Oyog'im tashiyotgan shon kashqurlig'i bu bolalarım işte oyog'im yo'qtirdi desam, "Abam chiqib ketib boradi, shu işte oyog'ini tashiyotgan o'xshaydi" dedi. Bo'ldi deb, shundan ekan to'ygan bal ishlardan bir lanxay etmadi, mana o'ziniki uyda kiyotgan lanxay ekan. Shuni kiyib uyga yenkasam, aytganlik dadam manlardan oldan deb boshladi. Va işte maslahatchidan kishi keldi, desam dadam qiz yig'ib akili va sharig'i tegishib turmadi deb boshladi emas-ku. Shundan ekan shu turib kulgim kelib ketdi. Keyin o'z dedi, endi birisini chig'ib tegib qo'yibsan-da dedi. "Voy, yo'q, unday emas." desam, shundan keyin ham diqqat qildim. Ularnimi balki men qilgan chaqchig'i deb o'ylayman. Endi ashada dilim azor berib, yo meni bir silkib qo'ygan bo'lsa, balki men azob bo'lib kelishi mumkin. U oyoqning qaraychiqlik oshna bilanla o'tirlig'imizdagi adovat yo'lda deb o'ylayman. Endi chaqchaq bilan o'tayotgan har bir turmushda sizlar o'zinglar kelgan har qanday bir besimni chaqchaq deb o'ylab o'tkazib yetish bu bir xil psixik safa deb o'ylayman. Endi shu chaqchaq bo'layotgan so'rindagi shu kishining kayfiyati, chiroyi ifodasi, hatto bir kichik qo'l harakatlariga qarab turib muomala qilish bo'lgankan bu chaqchaq o'zining bir universal xarakterli, xeyli bir aqliy iqtidor, cho'ng bir inkaslar qilgan bir ishkan deb o'yladim. Undaqda shu Javdatning dedi oliy maktab imtihon berib o'tgan bo'lsam-mu ham deylik berish imkoniyatim bo'lmadi deb. Paratga sizmi maktabda bek yaxshi o'qib, shu oliy maktab imtihon berib bo'lmagan deb o'ylayman. Voy, men yaxshi o'qimadim. Mening nima shu 8-sinfgacha o'qib, 8ning uyoqiga 2 yil qoldim. 3-yili 9 qonda kuchib qoldim, kuch qolib ekan. Kuch qilib kitaplarni taqib bo'ldi bizga. O qo'shal uyga men bordim, ko'chdim men qo'mana deb. Bu dadamlarni ishonmadi, qonda ko'chdim, o'ysal dedi. Ko'chdim qo'mana 9 yil o'qiyman deb. Bir hafta o'qigandan keyin bir kun ma'lum kiribdi. O'ni jurnal daftarni ichib mayada bir xatolik bo'lib qopti vallahi dedi. Jirg'ib. 3 tonlar varken mesela bir sınıfta hata köşk kapsılar. Yaman elem oluyor ya bu 9 sınıfın köşk boğadan 8 küçük geçsin bize. Birincisi benim ismim Atal Demet'in Ferhat Ocak'na hata köşk kapsılar dedi. 8 bölüp verilsin dedi. 4 yıl okumanda 8'de. 4 yıl kızdan burum. Tenterbe malım iyi keptike. Kepli beni odaşlı demez mi? Malım bilen daha küçük çıkarttım ben. Malımla kartım bez malımla odaşlı dedi beni. Bu muzdaki okulumuz. Ya okattım gelmez. Çıkarttım. Okuyamay çıkıp yedim. Şunu olan meğerde şu birkaç yıl gittim Allah'larda. Bu dadam degenin o yaman zeherdek yapıldı ben o dadam rahmetli kima.
Muşu dadam dedemes muşu bende kim bika desem birge muş Parat bika sen bika yani birge man rahmetli kar içti. İşkinlar bika balam derken. Ey balam sen bir yılda yaş kılık ise başka işim yok senin. Onun kendin bu bikaçılıkta kosak mı acılkende vay muşu nan degenini çinini sep muşu arlaqlarını koymaysan men kenem lan ne o çek oturup sevetken eken dadam turib ketip balam silevet şamal etketmişsin çayga şuna zahar gap bo'ladi da yumur diyanetlendi kesipleştiriş bir nanımırmış ıqtisatşunas atımız bilen bir söhbette şunda qarang bo'lib qoldi. Hamma kishi avtishliqlarning savdo usta, savdo maharati yuqori deb qaraydi. Ammo mush eliliqlarga deb qo'l qo'yma. Mushu chaqchaqni, yumurni pulga aylantira olgan, mushni iqtisodlashtira olgan kishilar bo'lganki, bularningki iqtisodiy intayin yuqori deb qarayman. Chunki İladan başka yere gitip pulga satamaydı degende shunchalik bir xil suyunib qoldi. O meni kichik vaqtimda opam masjidda tilab emasmi, gap sotma bo'ladi. Hozir chetyapmizda mana. Gap sotyapmiz hozir. Shundaqku. Demak bu ilmninki bu xazonalaydi. Bu xazonalarni buni hozir bu butun Şinjan'da umulishib ketdi bu. Endi bu ilaqay masalan biz shunda bir so'rovlarni qizitib, chaqchaqib shu mehmonlarning ko'nglini olimizda olgandan keyin shu mehmonlar bizga nisbatan bu pul verish degan bizni hurmatlab bizga bo'lgan rahmatini bildirib bizga madad berib bizni shundan bir qisqat bilan mundaq bir Faradam shu yumur so'zlaganlarninki eg'izi qarab bir kun ondaq bo'lganda bir kun maash uchirgandim degan gaplarni boshlab nurg'ulga qizg'anib kishilarga so'zlab berib kuldirdi. Endi mushundan qaraganda mush yumur chaqchaqchilarga doim shunday qizg'anib kishilar uchrab turamdi. Endi bu yumur so'zlagan cho'qim vaziyat o'tkazimiz. Masalan mahallada bo'lgan mahalladagi qiziqchi odamlar bilan paranglashimiz. Shularning ba'zi bir paranlarini ilib onu mubalağalaştırıp, külkülük kılıp, onu biz başka bir sorunu tepkirimiz. Şunu biz etrafını, cemiyetini, her kanda bir şeyden küstümüz emez mi? Neymiş kısan şundan peydi bol eder, adet geldir işte bir kültüye. Bu yumurunki yaman yeri nakşa okşamaydı. İli kalık nakşadan kapkara külküzlük diyen nakşa hazır itilatı nurgun yıllar oldu ki itilatı da hazır yaptırıp anlaydı onu. Hatta kapkara külküzlüğün bir itilatlara da talep kılıdı. Lakin yumurunu bir de kıtım deyimiz, ikinci kıtım helik yumurunu dertperenlere de talep kılmaydı. İkinci kıtım yumurunu desek, vay kona, bel öğrense, yemin digine de bunu mu şunda kıtım. Bu saklaş mudda da kıs kol kendine bir de kıtım takımın ikinci kıtım sisiydi kalan ne o? Kolpinek. Yengin olmaydı kalıp kütüdü. Meşli oldu yumurlar. Bir yerde bir telefon gelip bir sorun tekip kısıl başka dedikken de onda bizim kızlar ansırak etimiz bu sorun kaç güne gitsen bolar hepsiler. Açık kaç güne may yumur desek olar mı? Man desek olar mı? Man desek konum olar mı? Bunun mu kıyınçılık ama eğer neyse bu yumurunun bokma. Demek vakıtçanlık var çok yığılap duruşunuz devre girmez. Yığılap duruşunuz gerek. Məldə bo'lgan bir qiziqishni cho'qim budak bir to'yda ekan budak bir o'tirishlarcha men ma yumurlan deyma deb shu tayyorlab bilan berishimiz kerakda. Shu zaman qog'oz yiz olamiz. Ya qog'oz emas u yizish ketmaydi. Bu qalbimizgacha singdirimiz, kendi singdirib buni qiziqarli qilib shuni buning uchun cho'qim shu tush qobiliyatinglarni yuqori qilib sezgir turib chunki mushuk kasbniki Muşuk bizim kesbimiz olgandan keyin biz muşunun peydijirimizde biz naqshi onun o'xshamaydi deganda naqshlar mesela bir naqshni 4-5 qatam aytamdi yoki 1 yil 2 hatto 10 yil esim u bir ko'nirmaydi naqsha u. Lekin bu yumur bir qatam onunda ikkinchi qatam ko'niradigan yomon yer. Yomon yer shu. Ko'pchilikning haqiqiy yuqori haq berib, alayda hurmatlab, mushu taklif qilishningki menimcha haqiqatan qiymati zo'r deb qardim chunki har vaqt shuning uchun tayyor turilgan shu holat tursa ekanmiz. Bo'ldi, rahmat. Bugun har ishchilarga aniq maydondagi tomoshabinlarimiz bo'lsin, ekran oldidagi tomoshabinlarimiz bo'lsin. Yana bir qatamliq kulgu huzuri ato qildinglar. Shunaqla sevimli ustozimiz Isom Qurbon akani hammamizningki yodiga bir soldinglar.
sizlarga yana bir qitim rahmat aytish bilan birga bundan keyingi har bir bosgan qadaminglarninki texmo ko'k chaqchaqqa, xo'shallikqa, shodlikqa to'lishini, shunday sizlar borgan har bir yerninki hozir bo'lsa-mu kulkiga, to'yga aylanishini chin dilimizdan umid qilamiz. Rahmat sizlarga.